Xo'p, qadrli bizni kuzatayotgan insonlar va qadri baland qadrdonlar. Sentrum Holidays yanvar oylariga deyarli reyslarni to'ldirib bo'lgan. 27-kunga sanoqli joylarimiz qolgan. 27-kuni Farg'ona Jidda bo'ylab bo'lajak hojilarimizga 3 nafar elboshlar hamrohlik qiladi. Yuqori tajribaga ega insonlar. Xo'p, Madina-yu Munavvarda Divan Hijra mehmonxonamiz, Makka Mukarramada esa Rose Garden mehmonxonalarimiz ish faoliyat ko'rsatadi. Xudo xolasa bizda bordi keldidan, shart-sharoitdan muammo bo'lmaydi. Nimaga? Chunki rasmiy litsenziyamiz bor. Mana o'zimizning stol, o'zimizning ofisimizda litsenziyamiz bor, logotifimiz bor. Hamma shart-sharoitlari kelishilgan holatda qilib beriladi. Xo'p, narx-navolarga keladigan bo'lsak, to'g'ri, atrofdan ko'ra 50 so'm, 100 so'm qimmat bilamiz, lekin sharoitlar o'shanga yarasha chiqadi. Xo'p, men sizga hozir 950 deb turib, aka, sharoitni o'shanga yarasha qilib bersam, siz to'la bizdan nima bo'lasizmi? Xotirjam ibodat qilib kelasizmi? Yo'q, albatta bu ibodat qilish uchun ham shart-sharoitlar qulay bo'lishi kerak. Xudo xolasa biz sizga berayotgan taklifni boshqa tur firmalar bermaydi. Bizda bor paketlar, bizda bor aviakompaniyalar, bizda avialiniyalar qo'yilganlar hech kimda yo'q, xudo xolasa. Bizda shart-sharoitlar o'zgarmagan holatda, hammasi litsenziyalangan. Xo'p, barallab aytamiz. Bizga telefon qilsangiz, Vodiydan turib, bemalol keling ofisimizga deymiz. Siz Vodiydan bo'lsangiz. Bizning ofisimiz Toshkentda demaymiz. Toshkentda ham ofisimiz bor, Vodiyda ham bor, Samarqand, Surxondaryoda ham bor ofisimiz. Albatta bu Sentrum Holidays. Sentrumda rasmiy ishchisimiz, xudo xolasa, mana shu pastda ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilinglar. Inshaalloh ishlaringni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Hali bugun qiziqarli voqea bo'ldi-da. Kimligini aytmaymiz, xudo xolasa, nima bo'lib qolmasin. U insonga ham putur yetib qolmasin deb o'ylaymiz. Bugun ertalabdan shunaqa telefonlarimiz bo'lyapti, telefon qilyapti, palonchi ismda aytib, palonchi nomerda aytib, sizlarda rasmiy ishchimi deb aytishyapti. Na Toshkentda, na Mag'ilonda rasmiy ishchi u insonlar. Lekin sentrumning nomini sotib odam olishyapti. Palonchi kunda ketasiz deb odamlarni soddalikdan foydalanib, o'zlarining manfaatlarini ustun ko'rishyapti. Bekorga foydadan ko'ra ustunlik qilmaydi. Inshaalloh Sentrum Holidays rasmiy ofislariga borib, hujjatlarni topshiringlar, bordi keldidan muammo bo'lmaydi. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.